Assalomu alaykum hammaga. Mana bu video murojaatim O'zbekiston ishlab chiqarish vazirligiga bo'ladi. Bilamizki, Orol dengizi hozir sho'rlanish miqdori juda ham ko'payib ketyapti. Buni sababidan ekologiyaga ham juda ham katta ta'siri bor. Agar o'sha yerda Orol dengizida biz ishlab chiqarish, ya'niki tuzni qaytadan ishlab chiqarish fabrikasini yoki zavodini quradigan bo'lsak, ekologiyaga ham juda ham katta foydamiz tegadi u yerdan biz normalniy daromad ham qilar ekanmiz. Hozir men buni hisob-kitob qilib ko'rdim. Agar Orol dengizidagi tuzni ishlab chiqarish qiladigan bo'lsak, u tuzdan nafaqat osh tuzi chiqadi, sulfat chiqadi, azot chiqadi, ya'niki xo'jalik nimasiga ishlatiladigan kimyoviy moddalar chiqadi. Agar biz bir yiliga 100,000 tonna ishlab chiqarish qiladigan bo'lsak, 2 million dollardan 4 million dollargacha sof foyda qolar ekan. Qilayotgan rasxodimizdan tashqari. Plus bizning ekologiyamizga 70% plus ta'sir qiladi. Ya'niki bizning ekologiyamiz Qoraqalpog'iston, Xorazm ekologiyasi 70% ga yaxshilanadi. Buni hisobiga biz Orol va Orol atrofidagi mintaqasidagi hududlarga yashil zona, ya'niki daraxt ekishni boshlaymiz. Daraxtning orqasidan yashil zona bo'ladi. Yashil zonaning orqasidan kislorod ko'payadi. Bu ekologiyaga juda ham katta ta'sir qiladi. Bu loyihani menda nimasi bor? Chizmalari, daromadlari, ishlab chiqarishlari, hammasi grafik sxemasi menda bor. Mana shu videoni iloji boricha maksimal tarqatib menga yordam beringlar. Shu tepadagilarga borib yetsin. Ayniqsa Rasul Ko'sharbayevga shu video borib yetsa, men xursand bo'lardim. O'zbekistonning ham ekologiyasiga, ham iqtisodiyotiga normalniy foyda bo'lardi, o'zlarimizga ham yaxshi bo'lardi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.